Hozirgi kunda yoshlar orasida yurak qon tomir kasalligini tobora yosharib borish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ya'ni yangi xavf omillari paydo bo'lmoqda. Shunday holatlar bo'ladi. Bizga kardioreanimatsiya bo'limiga o'tkir miokard infarkti tashxisi bilan yosh bemorlar, ya'ni 25-30 yoshdagi bemorlar tez tibbiy yordam mashinasida olib kelishadi va o'sha bemorlarda anamnez, ya'ni ma'lumotlarini yig'ganimizda asosiy yoshlar orasida energetik ichimliklarni iste'mol qilishini ko'payganligini ko'rishimiz mumkin. Ertalab uyg'ongandan keyin och qoringa ikkita energetik qabul qiladi va to'satdan bemorda kuchli yurak sohasida og'riqlar va o'tkir miokard infarkti tashxisi bilan bizlarga o'sha gospitalizatsiya bo'ladi. Hozir yana yoshlarning o'rtasida fast foodlar iste'mol qilish, ya'ni ko'paygan, ya'ni bu ham o'z navbatida yurak qon tomir kasalliklarini kelib chiqish uchun moyillikni yaratib beradilar. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, inson salomatligining 50% bu sog'lom turmush tarziga, 20% nasliy moyillikka, 20% bu tashqi muhit sharoitlariga, 10% gina esa tibbiyotga bog'liq. Birinchi navbatda har bir fuqaro o'zini salomatligiga, sog'lig'iga e'tiborli bo'lish talab etiladi. Har kuni 10 ming qadam yurish, to'g'ri ovqatlanish, tuzli mahsulotlarni iste'mol qilishni cheklash, qon bosimini doimiy nazorat qilish hamda 40 yoshdan oshgan aholiga muntazam tibbiy ko'riklar, ya'ni profilaktik tibbiy ko'riklarga borib, qonda qand miqdori, xolesterin miqdori, qon bosimini o'lchash, yiliga 2 marotaba elektrokardiografiya amaliyotini o'tash tavsiya etiladi. Va bu tavsiyalar orqali biz O'zbekiston 2030 strategiyasiga qo'yilgan asosiy maqsadimiz, ya'ni 18-maqsadda belgilangan ko'rsatkichga erishamiz.